13 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 13 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, barcha asosiy valyutalar dollar, yevro va funt sterling qiymati pasaygan. AQSh dollari 17,65 so'mga arzonlab, 11,972,35 so'm bo'ldi. Yevro 14,43 so'mga pasayib, 13,852,1 so'm. Funt sterling 39,94 so'mga arzonlab, 15,702,93 so'm. Rossiya rubli 0,3 so'mga pasayib, 147,52 so'm. Xitoy yuvani 1,82 so'mga arzonlab, 1682,12 so'm. Yapon yenasi 0,37 so'mga pasayib, 77,32 so'm. Qozoq tengesi 0,2 so'mga arzonlab, 22,82 so'm.